Sizlar bilan klaster bugun sizlar bilan armiyaga kirdim. Armiyaga ko'rsatmoqchiman. O'zim serjantman. Serjant bo'ladi. Nasib bo'lsa mayor ham bo'laman. Butun bilasizlar o'zi. Oldingi narsalarni biladi. Unda ko'ringlar unda. Let's go. Mana bu serkam korreksiya. Albatta bu sekretson oson. Pasportini qala kimga kerak bo'lsa, описаниеda yozib qoldiraman. Albatta bu oson bir sekret qilmoqchi bo'lsanglar, men 35-serverda o'ynayman hozir. Easy qilaman. Kimga kerak qilmoqchi bo'lsa, zaifga yoki Discorddan qilsanglar, masalani yoki ko'raman. Qachon bu vaqt aytaman sizlarga qachondir bo'lgan kommentariyga yozib qoldiringlar, fikrlaringizni qoldiringlar. Videoga qaramaydi. Mashinalar ko'rishingiz mumkin. Bu mana bu hangi qanaqadir mashina, bilmayman nomini. Mana masala va bu hozir tank. Mana ko'rishingiz mumkin. Albatta menga mumkin, shunday serjantman, qarasam mumkin. Boshqa masaladan ham filmlar. Kapitan mayor bo'lganini ko'rsataman. Bir 5 kundan keyin kutinglar, men kapitan bo'laman. Albatta bu vaqtim oson. Asli qilib shuni bo'ldiradigan umiddaman. Albatta yana ko'p narsalarni ko'rsataman sizlarga. Xonani ham ko'rsataman. Dag'anagu. Mana bu sklet. Sklet malin bilasiz bilsanglar kerak. Albatta bu skletda mana aruza hozir oqsiqmas. O'zim bo'lmaydi. Mana har xil aruzalar bor. Mana ko'rasizlar. Mana. Aruzalar ko'p bo'lib boy aruza bor. Kimga kerak bo'lsa. Mana bu yerda trenirovka, leksiya o'quv va stoy bo'ladi. Va mana bu yerda ekzamenlar narsalar topshiriladi. Mana bu mana kiramiz ichkariga. Mana bu yotoqxona, anaqa. Mana bu kiyim almashtiriladi. Mana bu nuklelar nomi Gramobil. Abi ona hech kerak emas. Mana bu oshxona. Ko'rishingiz mumkin. O'g'irlamoqchilar bo'laman bitta. Mana har xil narsalar bor. Albatta bu o'yinga kim qo'shilmoqchi bo'lsa, 35-server nikim Leo Azimjon va ikkinchi akkauntim Cluster Play playerlar biladi. Akkauntimda ancha pulim ko'p. Yana akkauntim bor, Azimjon Cluster degan. Bo'ldi. Va mana bunaqa joylar. Mana bu yerda mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'rasizlar, joylar ko'rinadi. Nazvaniyamni ko'rsatishim mumkin sizlarga. Organizatsiya, mana Leo Azimjon serjant. Bu 3-rang bo'ladi. 2-rang operator. Hafisa bo'ldi, hammasi oson bo'ladi. Bunga qo'shmoqchi bo'lsalar albatta silka opsiyaniyada silkasini qoldirganman. Yana bitta ko'rsataman sizlarga. Bora olamiz mana bu yerda. Mana bu ko'rasizlar, bu yo'lni ichkari kirib bo'lmaydi. Bu охрана, bu menga o'xshab bo'ladi. To'g'rirog'i mana bunaqa bo'lsam bo'ladimi? Boshqa odamlar solmaydi. Ishdan kiradi masdan. Mana bu yo'lni kirib bo'lmaydi. Mana kontrolni пропускай punkt. RF mana. Himoya qilish anaqa armiyani anaqasida belgisi bo'lib qo'ygan. Haqiqiy Moskvada ham shunaqa yozib qo'yadi.
shundan tushuntirib o'tdim degan umiddaman. Sizlar ham tushuntirib tushunildi deb umiddaman. Albatta qanday qilib vaynani oshiradi yoki qanday qilib urinni oshiradi desanglar, Discordda kirsanglar, hozir o'rgataman. Discordga kirasizlar, hozir Discordga kirib o'zim ko'rsataman sizlarga. Unda video o'rgatsa ko'ringlar, maza qilib ko'ringlar. Mana Discordga ham kiryapman. Mana Discord ustidan qara rasm chiqadi. Mana shunaqa. Qanaqa masini serverga olmoqchi bo'lsangiz, navbatda mana buni yuklab qolasizlar. Mana FPS Grand Gig nuqta emas. Mana. Mana shu screenshot qoldiraman. Mana. Nasalada mapda server rollar salisizlar. Mana bu yerdan server tanlaysizlar. Mana. Map server tanlasizlar. Mana 35 qilibdi, o'sha narsaga bosasizlar. Va mana serverimga mana bunaqa narsa paydo bo'lib qoladi. Mana. Ko'rasizlar. Agar vanchasta ishmoqchi bo'lsanglar, zaпрос rolik kirasizlar. Mana qilib pasportlar joyga narsalar qilasizlar. Masalan, starchi kuratorlar narsa beradi. Qarash shunaqa kerak. Shundaylar degan umiddaman. Undaman. Shuni tugatamiz. Bu yerda maza qilib ko'rganligi, og'iz ko'rganligi. Hammaga xayr, sizlar bilan Cluster bo'ldi. Cluster Gamer bo'ldi. O'tgan videoni ham ko'rib boringlar. Az ikkinchi qismini ham chiqazamiz agar kommentariyaga like bilan aktiv bo'lib tursanglar.